Yangi tahrirdagi mas'uliyati cheklangan jamiyatlar to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Adliya vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan yangi tahrirdagi mas'uliyati cheklangan jamiyatlar to'g'risidagi qonun davlat rahbari tomonidan imzolandi. Qayd etish kerakki, ushbu qonun bilan mas'uliyati cheklangan jamiyatlar faoliyatiga zamonaviy korporativ boshqaruv tizimi joriy etilmoqda. Sohadagi huquqiy bo'shliqlar bartaraf etilmoqda hamda jamiyat ishtirokchilarining huquqiy kafolatlari yanada kuchaytirilmoqda. Ushbu qonun jami 71 ta moddadan iborat bo'lib, rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran 3 oy o'tgach kuchga kirishi belgilanmoqda. Qonun loyihasini ishlab chiqishda xorijiy va mahalliy darajadagi ekspertlarning fikrlari hamda jamoatchilikning takliflari, shuningdek ilg'or xorijiy davlatlar tajribasi inobatga olingan. Qonunda bir qator yangiliklar nazarda tutilgan. Jumladan, jamiyat kuzatuv kengashining vakolatlari hamda kengashi a'zolarini saylash tartibi belgilanmoqda. Bu orqali kelgusida kelib chiqishi mumkin bo'lgan nizoli holatlarni oldini olish ko'zlangan. Jamiyat kuzatuv kengashining qarorlari sirtdan ovoz berish yo'li bilan, so'rov yo'li bilan qabul qilish tartibi aniq belgilanmoqda. Qonunning yana bir muhim yangiliklaridan biri bu xalqaro korporativ boshqaruv amaliyotida mavjud bo'lgan jamiyatning kuzatuv kengashi a'zolarining yakkaboshchilik asosidagi ijro etuvchi va kollegial ijro etuvchi organlarining fidusiar majburiyatlari belgilanganligi hisoblanadi. Qonun bilan jamiyat nafaqat litsenziya, balki boshqa ruxsat etuvchi hujjatlar va xabardor qilish tartibida faoliyat turlari bilan shug'ullanishi mumkinligi belgilanmoqda. Bu esa ular tomonidan amalga oshiriladigan faoliyat turlari sonini oshiradi. Amaldagi qonunchilikda mavjud bo'lmagan jamiyatlarning filiali va vakolatxonalarini, sho'ba va qaram xo'jaliklarini ochish tartiblari alohida modda sifatida belgilanmoqda.